Bismillah. Jo'xorilarimiz so'talari. Maşallah. Mana so'talarimizni ko'rib baho beringlar. Mana changlanishda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Changlanish 100% zo'r changlanadi makka jo'xorimiz. Mana hozir makka jo'xorini yana bitta so'tatib uzib ko'ramiz. Yana bittasini uzib ko'ramiz. Buni ham ko'rsatish uchun. Bismillah. Mana ikkinchisini ham. Mana hurmatli dehqonlarimiz, ahamiyat bersanglar bo'ladi. Makka jo'xorlarimiz qanaqa tarzda bo'lganini mana standart, mana bir xil standart tarzda makka jo'xorlarimiz uzunligini ko'rsangiz bo'ladi. Bu где-то 28-30 santimetrli so'talar. Don juda ham. Assalomu alaykum hurmatli fermerlarimiz, dehqonlarimiz, chorvadorlarimiz. Mana 2025-yil 20-iyul kuni o'zimizning tajriba uchastkasidamiz. Bu yerda bizning Genetic Seeds firmani Gerdano degan shirin makka jo'xorimiz ekilgan. Bu makka jo'xorimiz hozirgi kunda 75-80 kunlik bo'ldi. Kuni ekilgandan beri bu makka jo'xorilarimizni har xil holatga solib ko'rganmiz. Har xil holat deganda stress holatlariga chiqib, suvdan ozgina siqqan holatda, ozuqadan siqqan holatda olib keldik. Buni sababi makka jo'xorimizni holatini, stressga qanaqa chidamliligini ko'rish maqsadida bu narsalarimizni o'tkazganmiz. Endi hurmatli operatorimiz yaqinroq kelsangiz bitta narsani tushuntirib beramiz. Yaxshilab bizning dehqonlarimiz tushunib olish uchun. Mana makka jo'xorilarimizni ko'rsanglar, batmalar juda ham qalin, barglar shirakelisni bo'lgandan keyin bu fotosintez jarayonlari juda ham zo'r kechadi. Ildiz sistema juda ham mukammal tarzda rivojlangan. Mana ildiz sistemani ochadigan bo'lsak, mana bitta, ikkita qo'shimcha ildizni ham chiqargan. Qo'shimcha ildiz tepadan ham qo'shimcha ildiz beradi. Bu degani ildiz sistema juda yuqori degani. Ildiz sistema juda ham yuqori tarzda bo'lsa, makka jo'xori yerdan berilgan makro mikro elementlarni yaxshi o'ziga tortib turib, bargga chiqaradi. Bargda buni parchalagan holatda ko'chatga yoyib beradi. Keyin poyada yaxshi zapas qilib qolib oziqani ertaga so'ta yarashda juda ham katta effektga ega bo'ladi. Endi yana bitta narsani ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda mana so'talarimizni o'zini ko'rsatamiz. So'talarimiz qay holatdaligini. Bismillah. Mana jo'xorilarimiz so'talari. Mashallah. Mana so'talarimizni ko'rib baho beringlar. Mana changlanishda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Changlanish 100% zo'r changlanadi makka jo'xorimiz. Keyin yana bitta narsaga to'xtalib o'tamiz. Bu juda ham kerak bo'ladigan narsalardan biri. Bu makka jo'xorilar bizda Gerdano navi, bu super sladki. Makka jo'xorimizni ayol guli chiqqan paytda erkak guli bilan bir xil paytda, bir xil vaqtda, bir xil standartda chiqadi. O'sha standartda chiqqandan keyin changlanishi makka jo'xorimiz hammamiz bilamiz, changlanishimiz 5-6 soat vaqt ichida makka jo'xori changlanadi. Ana o'sha changlanish vaqtida mana to pastidan tepasigacha mukammal tarzda changlanadi. Chunki buni erkak guli bilan ayol gulini chiqishi bir xil vaqtda mo'ljallangan. Endi mana hozir makka jo'xorini yana bitta so'tatib uzib ko'ramiz. Yana bittasini uzib ko'ramiz. Buni ham ko'rsatish uchun. Bismillah. Mana ikkinchisini ham. Mana hurmatli dehqonlarimiz, ahamiyat bersanglar bo'ladi. Makka jo'xorilarimiz qanaqa tarzda bo'lganini mana standart, mana bir xil standart tarzda makka jo'xorilarimiz uzunligini ko'rsangiz bo'ladi. Bu где-то 28-30 santimetrli so'talar. Don juda ham sifat. Buni ertaga saqlanadigan bo'lsa ham, xolodilnikka tiqiladigan bo'lsa ham, saqlanadigan bo'lsa ham, saqlanishda ham juda ham zo'r holatda saqlanadigan makka jo'xori. Keyingi holati, buni yana bitta narsa aytib o'tishimiz kerak. Bu vakmak makka jo'xori taylovchilarimiz buni xolodilnikka qo'yishadi, to'chishli zamrozkaga, keyin chiqarib sekin-sekin qish kunida savdoga ham chiqarishadi. O'shanga ham ta'kidlab o'taman, bu makka jo'xori qoraymaydi. Sifatini juda ham zo'r tarzda saqlab turadi. Saqlashga ham juda ham mukammal makka jo'xorimiz hisoblanadi. Hurmatli dehqonlarimiz, kelinglar, xarid qilinglar. Inshaalloh mana bu ikkinchi yil o'sha bizning sinovlarimizdan o'tdi. Kelgusi yillarga kelib bemalol olsanglar bo'ladi. Mana makka jo'xorimiz sifati.